NASA, Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy aeronavtika va kosmik tadqiqotlar boshqarmasi haqida eng qiziqarli faktlar. NASA 1958-yil 29-iyulda prezident Dwight Eisenhower tomonidan tashkil etilgan Milliy aeronavtika va kosmik makon to'g'risidagi qonunga binoan tashkil etilgan. NASAning maqsadi faqat kosmosni o'rganish bilan shug'ullanmaydi. U aeronavtika, aviatsiya texnologiyalari, yer fanlari va quyosh tizimini o'rganish bo'yicha ham global yetakchi hisoblanadi. NASAning tarixiy yutuqlari. Oyga parvoz. 1969-yilda Apollon 11 missiyasi doirasida Neil Armstrong va Buzz Aldrin Oydagi birinchi odamlar bo'lishdi. Bu insoniyat tarixidagi eng katta muvaffaqiyatlardan biri hisoblanadi. Xalqaro kosmik stansiya. NASA dunyoning boshqa kosmik agentliklari bilan hamkorlikda 1998-yildan beri XKS ni boshqarib kelmoqda. Bu yerda insonlar doimiy ravishda kosmosda yashab, ilmiy tadqiqotlar olib borishmoqda. Mars roverlari. NASA Mars sirtiga o'z roverlarini, masalan, Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity va Perseverance kabi bir qancha robotlashtirilgan roverlarni muvaffaqiyatli qo'ndirgan.